Jazirama yozda sovuq piyola Ice Tea'ni tatib ko'r. Piyola Ice Tea o'zing bo'lish erkinligi. Men hozir butun boshli Sky Parkka arendaga olib, shuncha ishtirokchilarni yig'dim. Va ana endi bo'lsam, mana shuncha ishtirokchining ichidan kim oxirgi yo'l mana shu parkdan chiqsa, o'sha mana shu challenjni yutadi. Va kim men tayyorlagan sinovlardan o'tib, oxirgacha parkda qola olsa, million so'mni qo'lga kiritadi. Va albatta o'rtoqlarim, xuddi shu paytda YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki men tez orada o'z YouTube kanal obunachalarimni o'z videomga chaqiraman va ular meni videomga qatnashgan holda millionlarni yutib olishi mumkin bo'ladi. Ya'ni siz nafaqat meni videolarimni mazza qilib ko'rishingiz, balki meni kanalimga obuna bo'lgan holda millionlarni yutib olishingiz ham mumkin. Va o'rtoqlar, har doimgidek obuna bo'lmaganlar ko'p. Shuning uchun ham bemalol obuna bo'linglar. Chunki men bu yil 2 million bo'lishim kerak. Shuning uchun ham hozir pastga tushib qarang. Haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'lish knopkasini bosib qo'ying. Va ana endi bo'lsa sal chekkaroqqa kelamiz. Xullas o'rtoqlar, men bularni qiynash uchun har xil topshiriqlar o'ylab topganman va birin-ketin mana shu topshiriqlar orqali ishtirokchilarni chiqarib olamiz. Va ana endi bo'lsam birinchi topshiriqni e'lon qilamiz. Bo'lmasam, challenge boshlanishidan birinchi topshiriq. Mana shu park hududida biz mana shunaqa limonlardan bekitganmiz. Sizlar 9 tasizlar. Qo'limdagi limondan atigi 8 ta. Bittadan topolmaydi, u chiqib ketadi. Va sizlarga rovna 10 minut vaqt topishga vaqt ketdi. Bittasi. Ha? Все, shohruh esa o'sha keyingi raundga o'tdilar. Chunki o'sha limon topdilar. Wow, ikkinchi inson ham topdi. Voy maskiylar unaqa qilmanglar. Yoppa. Daminchi topibdi bular. Qo'lingizni shaptiring, qo'lingizni shaptiring. Просто logично. Omonxonni ham qo'lida limon turibdi. Imенно shunaqa limondan dedi va qarayman, Omonxonni qo'lida hech kim zo'ramadi. Va ko'rib turganingizdek, o'sha ikkita ishtirokchi keyingi raundda. Da, do'stlar. O'tdi bermayman. Bo'pti deb o'ylayman. O, qumma paypoqonga kirib ketmasa bo'ldi. Hozir men mana shu ishlarni topib chiqaman. Voy, sig'mayapman. Nahotki bo'tga qo'yishmagan ekan. Yema. Rasman, limon mamti deb o'ylayman. Bosh qo'yib qo'yish mumkin. Qog'oz otga kiryapti. Yo'q, bo'tda emas, aniq bo'tda emas. Limon topdim, ipimiz. Shohruh, maskiy. Gambit qaranglar. Qayerda deb o'ylaysiz? Topmadim, bilmayman. Yuguring, hamma yoqqa. Gambitga topishga yordam beraman. Limonchilash o'tdamisizlar? Bolalarning o'yinchog'i chiqib yotdi. Shu payt. Qani? Shu yoqda bor deb o'ylayman lekin. Bor deb o'ylaysizmi? Voy, bolalar topolmayapsizlarmi? Men limonni topib oldim, hozir bolalarga xalaqit beraman. Voy, qani limon qidiramiz. Manimcha bu yoqda yo'q, lekin yetishga eng zo'r joyi bor-ku. Assalomu o'rtoqlar, nimaga aynan limon? Chunki men millionlikman YouTube'da. Shuning uchun obuna bo'laylik, 2 million bo'laylik. Eng qiziq sarama qo'y. Mamet yo'q ekan, men bor deb o'yladim. Boshqa o'ting tezroq. Bo'ldi, qochdi. Videoni boshlab chiqib ketib qolsalar. Billahi, omalarga chiqib. Davay kelamiz qani. Qidiringlar. Bilmayman, topolmayman. Assalomu alaykum. La'nati limon qattasa, yobbani rot limon. Limon. Va xush va videoga like bosib qo'yinglar, chunki bu videoning boshlanishi. Hali video davomida bularni shunaqa qiynayman. Topdingizmi? Qo'lim og'rib ketdi botku. Aka, menga top beribsan. Nima bu? Grechkami bu? Nima bu? Suv qo'yib yuboraylik, grechka yeymiz maza qilib. Bilay, bozga o'xshatdi lekin. Hamma bolalar ketdi, lekin men boz deb o'ylayman. Prosta shoshmaslik kerak. Shoshgan qiz erga yolchimaydi. Vohma qilsa, topolmaydi. Shuncha vohma qilish kerak emas. O'rtoqlar. Topdim. O'rtoqlar, Umarбек topdi. Hamma bola ketmoqda, men takan siqita deb topdim. Demak, Umarбек keng raundda. Voy, bilay. Yana bittasi topildi. Stop! Stop, buni kim topdi? Men buni Gambitga topishga yordam beraman dedim va topib berdim. Demak, siz yaxshi do'stsiz. No, hammali bo'lmasam, demak, Gambit aka ham keng raunddalar. Qana. Oppa, like bosib qo'yinglar. Qani, qatta limon. Mana topdim. Voy, bu limon emas ekan, limon, mana limon. Nima qila olmayapsan? Yo'q. Bitta yo'q o'xshaydi. Qo'sh, nima qoldi, qidiryapsizmi? Men qidiryapman. Nima deysiz, topolasizmi? Ikkinchi etaj, uchinchi etajlarda ham bormi? Nima bo'jada bo'lishi mumkin? Qo'lni park, o'y, qanaqa ikkinchi etaj? Limon topildi. Topdim! Topdim, bratan, o'zi topa olmayman deb o'ylaganim, lekin topdim. Qatdan topdingizmi? Toya degan go'rkada joyda. Va Islom ham keng raunddalar. Aytgancha, siz meni obunachisiz, to'g'rimi? To'g'ri, bratan. Va o'rtoqlar, esingizda bo'lsa, men obunachlarimni ham YouTube videoga olib chiqaman degandim va bular chiqyaptilar, shuning uchun obuna bo'linglar. Va siz limoningiz mashq qilib turing.
Topdim, bildim-da. Mana shu tepaliga qo'yasizlar. Xarosh, gap yo'q. Men tepadan topdim deyman, bilardim tepada borligini. Demak, Saramoloy keyingi raunddalar. Qaranglar, tepadan bu yoqqa qarasa, limon ko'rinadi, ko'rinmaydi. Qaraymiz, qani bormi yo'qmi? Nega birati yo'q. Mayli, tan olishga vaqt keldi. O'zim ham birinchi odam bu limon topdim. Jinnini o'qib yurdim. Demak, Stritiz ham limon topdilar va siz ham keyingi raunddasiz. Va ishtirokchilar, atigi bittagina limon qoldi, asli esa ikkitasizlar. No, bitta odam qochib ketadi. Vaqtlik ham qotib hozir keraklar chiqib ketasizlar. Ketdim! Men tepada yurdim. Mendan boshqa hech kim chiqmadi, nima topdim. Oxiri topdim. Limon ko'pchiligiga qiyin, lekin po'stoq bilan ishlasa, zo'r bo'ladi deb aytishadi. Briketim savol o'tmayapti. Shunga Wow, Siroj! Всё. Sirojda ham demak limon bor va Siroj ham topdi va birinchi bo'lib, birinchi raqamli ishtirokchimiz chiqib ketdi. Birinchi raqam edim o'zi, birinchi bo'lib chiqib ketdim. Hamma narsada birinchi bo'lishni yaxshi ko'raman. Birinchisi. No, tabriklayman. No, o'rtoqlar videoni boshlab bitta ishtirokchimizdan chiqib ketdi. Va o'rtoqlar bizda o'sha birinchi topshiriq ham tugadi va bizda umumiy 8 ta ishtirokchi qoldi. Va sizlar endi 1 soat bo'shsizlar. Bemalol mana shu parkka aylanib dam olinglar. Aman esa buni 1 soatdan keyin sizlarni yana keyingi challenge chaqirib ketmaga chiqarib olaman. Men topa olmayman deb o'yladim. Va do'stim, qiyomatligim, meni jigarim boya aytdim, что agar siz bilan protив bo'lib qoladigan bo'lsa, Shohruh men sizdan kechib yuboraman dedim. Lekin bilmayman nimagadir bu inson menga limon topib berdi. Agar oxirida finalda men Shohruh bilan qolib ketadigan bo'lsam, Shohruh jigar mendan yaxshilik kutmayman. Baribir siz javob ketaman. Chunki hayot shunaqada, hech kim ayab o'tirmaydi. Hozir aylanib chiqamiz, park bilan yanada yaqinroq tanishib chiqaman. Keyingi shartlarda qatnashish uchun yaxshilab katta gorka o'tamiz. Короче, gorka o'sha yerdan to'yimiz. O'rtoqlar, hozir ishtirokchilar hammasi xohlagan jindaligini qilib yuribdi. Men esa bilmayman ular nima qilmoqchiligini o'zi aslida. Qani qani turgin deb, men sanab ko'ramiz. Qani endi men buni chalib ko'raman. Balkim shuning uchun ham men Beethoven bo'lolmagandirman. Hammaylar bolalar oldiga boring. Interesting narsa topib qolgan qaranglar. Nima qilyapti bu? tushmayapti-da. Va o'rtoqlar, hozir bolalar mana bunaqa uchadigan kattasi oldiga kelib, mashina ketmaga uchrashibdi. Bilmayman endi hozir bular qachondir charchidimi yo'qmi, lekin keyingi challengedan o'zim charchatib chiqarib yuboraman. Ha, Saramoy, nima bo'pti? Hozircha maslahat davomimiz, xoin shartlarini eshitib, nima qilish kerak bo'lsa qilib yutib ketamiz. Men o'zim yutib ketaman, qo'yganlar bilmadim. Xo'p, hozir uchasizmi? Ket. O'zbek. Oh! Mazza qilaman lekin, aka. Nimadir bor ekan, kutimni chaqdi deb 10 pallasini. O'rtoqlar, hamaylar, hozircha tutib beraman o'zim. Ay, yo'q xudo! Alhamdulillah. Do'st aytsam, bu oddiy-ku, qo'rqmadim. Eng qiziq o'rtoqlar, bolani qaranglar. Patir faqat mashina tushyapti. Boshqa nimadir tutish ham o'ylasizlarmi? Balkim batut sakarsizlar. Ketdim, men salto otib beraman. Salto otasizlar? Buni ketdi hozir. Ketdi. Hali o'rtoqlar, hozir bitta oyoqda salto otib beraman. Bitta shart, papsi bosib qo'yasizlar. Agar o'xshasa. Bani endi navbat saltoga va 3-2-1. Oy, o'rtoqlar, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Uylangan ko'p katta bolalarning ahvoli. Eng qiziq nima deysiz? Yutasizmi yo'qmi siz? 100 talik. Tez, gambit sila, tez. Qochimay otaman. Давай. Like bosish kerak. Omonxon sizlarga salto otib berdi. Omonxonimizdan charchatmoqchi bo'libman. Keyingi o'yin qanaqadir harakat qiladigan o'yin bo'lsa kerak bo'laman. Nima deyaptilar o'zi ekan? Siz charchatmoqchisiz bizlarni keyingi o'yin uchun, to'g'rimi? Ha, ana qo'ydi. Bitta o'zi aqlli odam bor ekan. Men dam olaman. Hozir tushirib bersam, agar yutib qolsangiz menga 500 million so'mini berasizmi? 100 ming beraman. 100 ming ketdi, davay. Yo, menga birovni puli kerak emas. O'rtoqlar, shu joyda like bosib qo'yinglar. Omonxon bizani shuncha odam yig'ib, kechqurun uxlamasdan sizlar uchun kontent qildi. Va ekanchi, men mana shu park hududida bitta dona bananni berkitganman va bu banana bizning challenge'imizda vaksina rolini o'ynaydi. Ya'ni qaysidir ishtirokchi mana shu bananni topib olib, uni tishlasa, u qaysidir challenge yutqazgan taqdirda ham yana challenge ga qaytib qo'shila oladi. Qani ko'ramiz, bananni kimdir topa olarmikan. Bolalar, stop! Hamma yig'ilsin, chunki oradan 1 soat o'tdi, yana bir challenge va yana bir necha ishtirokchilar hozirdan tark etadi. Menda kichik plan bor. Bular hammasi o'ynab, o'zini yo'q bu yoq solib yurgan paytda men hamma joy qidirib bananni qidirib chiqdim. Hammasi o'ynab yuribdi, bananni hech kim qidirmayapti, to'g'rimi? Mana bu aqlli xod. Mana shu uchun beshonaman. Lekin undan oldin hozirgi raunddan keyingi raundga o'tishingiz kerak. Ya'ni topshiriq bajarish kerak. Shu uchun hisoblanib tura olamiz. Hamma telefonini chiqarsin. 3-chi shotdan oligani. Va o'rtoqlar, orqamda yana o'sha 8 ta ishtirokchi, hech qaysilari shu 1 soatcha chiqib ketishmadi. Nimaga chiqmadingiz? Limon topdim.
Va xurshmayt o'rtoqlar. Bu challenge-imizda men bitta randomli son bo'la olishim kerak. Va bu sonni bilish uchun davayte bundan oldingi challenge chiqib ketgan inson chaqiramiz. Keling, siz bundan oldingi raundga chiqib ketdingiz, to'g'rimi? Chiqib ketdim, ha. Qolganlarni ham chiqarib olish imkoniyatingiz bor. Bilasizmi, bu uchun nima qilishimiz kerak? Nima qilish kerak? Hozir bularning hammasi berkinadi va ikkalamiz qidirib bularni topsak, chiqarib olamiz. Bo'ldi, kelishdik. Xo'p, ana endi esa xohlagan soningizni ayting. 3. Demak, parkda berkinish yiliga 3 minut vaqt beriladi va vaqt ketdi. Berkininglar. Voy bilim. Men yaxshi joy ko'rib ketdim. Hozir shu joyga bekinaman. Bekinsak bo'ladi, o'yindan chiqaymizmi? Parkchi. Yorishadi. Va qarang, hozir biz qidirib odam topamiz. Rovni 3 ta odam qolgandan keyin ular o'z bilan yana bitta odamni tanlab keyingi shartga olib chiqib ketadi. Ya'ni bu degani ikkita ishtirokchi просто mashg'ulot chiqib ketadi. Qarang, siz yolg'iz emassiz. Men yolg'iz emasman. Bundan keyin yomon ko'rib qolishsa kerak meni, lekin hammani topib chiqaman hozir. Mana obunachilarim shunaqa sho'stiri. Shu uchun nima qilish kerak? Obuna bo'lish kerak. Do'stlar, men tepasiga chiqib ketaman. Do'stlar, men masjidga bezgan. Bilib, o'ta kimni ko'rib qoldim. Mayli, qarang. Gambitga yordam beramiz, mayli. Gambit, yutsangiz men pul berasizmi? Bo'ldi, Abdushida yoting. Davay, mana Gambitni o'tirilib olaylik, xolos. Voy, onasini emsa, men qayerga bekinaman. Men spitsiyani ham joy turib surmoqimda. Bilishdi, men ko'rgandim boya. Do'stlar, xullas men bekingan joyim bu pastki degan koptota degan joyga tega ip burchaydi. Men bu burchay bor, bu yoq bor. Men bu yerdan ko'rib qolishligim mumkin. Lekin men bu narsa bilan bu tarafimni yopdim. Voy! Bu odam bor ekan. Okey, men ham yodingizga qo'shing. Va men ko'rinadi, oka javob beraman. To'ymang. Yaqinlamachi. Men bizga bekoraman. Men tushunib topdim. Orada 3 minut o'tdi. Va endi biz qidirish boshlaymiz. Qarang, siz bu tarafga qidiring. Men esa tepaga qidiraman. Birinchi tasini topshirdim. Ketdik maqsad biz bu yoqqa. O'rtoqlarga yaxshilab qarashim kerak. Va botlarda hozircha botda yo'q. Eng qizig'i men boya ko'rib qolganimda, ular hammalari tepaga berkinishgandi. Va men tepadan qidiraman. Men kelman. Birinchi bo'lib chiqib ketganimda juda ham xafa bo'lgan edim. Alam qilgan edim, chunki eng qo'rqqan narsam shu edi, birinchi bo'lib chiqib ketish. Endi bu imkoniyat berilgandan keyin o'zimga yoqmaydigan odamlarni qidirsammikin, Qidirib ko'ramiz, ketdik. Bitta qanaqadir xona bor ekan. Berkinish uchun juda zo'r joy. Odam, mana buni qarang, o'rta qanaqadir kostyumda bo'tdi. Yo'q, ular men o'ylagancha aql emas ekan, Ketdik. Tezda topishimiz kerak. Hozircha hech kimni topolmadik, lekin endi topamiz. Soch bergan. Xo'sh. Stop, men bittachi. Voy! Birinchi yo'lab Saramonoy topildi. Hozir men birinchi chiqib ketgan bo'lsam, umid qilaman, menda imkoniyat bor. Mana umid qilgan bo'lardim va endi men qidirishim kerak. Shoshma, maqsadda qidiramiz. Men bu yerdan batutga kirib ketsa bo'lar ekan. Albatta o'rtoqlar, like bosib qo'yinglar. Men qidiraman. Demak, Omonxon hozir bir kishini topdi, biz ham hozir topamiz. Men o'zim birinchi bo'lib masjidga bekingan bo'lardim. Yo'q, hech kim yo'q. Bu yerda kimdir bormi ekan, Bu o'rtoqlar bizning obekan topildi. Nechinchisini topdingizmi, to'g'risini ayting. Menda ikkinchi, lekin qolganlar bilgan. Xatyabi imkonim bordir. Buni hozir ko'ramiz. Patskasiga bersam pul bermaysizmi? 100 ming beraman agar bitta odamni sotsangiz. Kesib tashlaysizmi? Sotgan olamiz. Qo'yamiz. Bo'pti, sotib beraman. Street test qattalaylik. Rostdan berasizmi? Rostdan beraman. Ya, o'rtoqlar, men chestni o'ynamoqchiman, aytmaydigan bo'ldi. Nimaga bo'saldingiz? Bo'ldi, besh. Prosta vaqtim olmoqchi bo'ldi. Sochbek mashlaqasi bergan olganman. Mana bundaqa. Bu yerda ham hech kim yo'q. Ammo esa qidirishga davom etaman. Hozir Omonxon keldi. Mana masjidga keldi, antlarni qidirdi. Men topolmadim. Tillab ketdim, qo'rqib ketdim bor. Anta bozorchi bolani ko'rib qoldi. Street testda. Aytsangiz menga pul beraman dedi. Bozorchi bola sotmoqchi bo'ldi meni. Bozorchi bola yomon deb komment yozib ketdi. Bu attraksionni deydimi, ichini ko'ramiz. Kimdir bormikin bu yerda? Tepadan ko'rish kerak menimcha buni, Tushyapti. Men buni ishlaganmi, Mana 4-ishtirokchi 7-5 topildinglar, bo'ldi. Bo'ldi, 4-7-5-ishtirokchi topildi o'rtoqlar. Siyoq, bu berkamachoq qimlash mumkin emas edi. Hamma pastga yig'ilsa endi. O'rtoqlar shoshiling, shu bitta hamma topilib qoldi. Va, bekorga chiqdik. Ana ularda tushinglar dedi, bilet. Mana. 7-chi, 4-chi va 5-ishtirokchi pastga yig'ilamiz endi. Omonxon, qarashchi bizdan nima bo'ldi? Toy tushadigan joyda men o'yladim cho'tga prosta tiqilib olaman, tepadan kelsa pastga tushib ketaman degan narsa bor. Eng qizig'i bu narsani 3 ta odam o'ylagan ekan. Birimizga itarib turdi, prosta shovqin ko'payib ketdi. Keyin pastdan boshqa odamga, tepadan boshqa odam keldi, vobshe qiyin bo'ldi. Bilet, prosta jinnilik bu.
Va o'rtalar qaranglar. Biz hozir ro'parasi 5 ta ishtirokchini topdik. Ana endi 3 ta ishtirokchi berkingan bo'ldi. Va mana shu 3 ta ishtirokchi shu berkim ochiqda yutdi. Va endi ularni pastga taklif qilamiz. Chunki endi eng qiziqarli joy boshlandi. Oxirgi qolgan berkinganlar sizlar yutdinglar, tushinglar. Hop do'stlar, menga aytishdi, men YouTubeman. Shuning uchun qanaqa joyga bekindim. Boya shoshilinchdaman. Bekingan joyimni ko'rsata olmadim sizlarga. Hop, mana bunaqa oralig'ida edi u joy. Men bu tarafdan kelganda zinadan tushganda, men buni tagiga bekinib oldim. Hech kim kelmadi shu yerga borku, zinadan kelib tushdi deb qaytib chiqib ketishdi. Hayronman. Men shundoq qilaman deb yotdim. Yo'q, omon. Yutdinglar deb baqirdi. Mana men junni ichidan chiqyapman. Killab ketdimi? Yo'q, bana boshmanlar. Omon bilan birga qidirayotgan bola bor. Shunday yonimdan o'tib ketdi deyman shitdan. Mana shu junni ichida yotuvdim. Street testga rahmat, ustimga yopib qo'ygani uchun. Jigar one love. To'laman bitta hozir. Kimdir bormi bu yerda? Ay. Kimdir bormi? Voy voy voy. Ha? Yetgancha hali sizlar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, hozir obuna bo'lib qo'yinglar va videoda kim yutishini xohlaysizlar. Shuni kommentariyga yozib qoldiringlar. Eng muhimi like bosib ketishni unutmanglar. Mana boy dilingni sotaymi dedim, lekin sotib yuborsam bo'lardi, bilsa bilardi, lekin sotmadim. Lekin qarang, siz hozir Dilmurod akani, ya'ni Street'ni sotmaganingiz hozir sizga foyda beradi. Nima? Hozir bila olamiz. Va ana endi bo'lmasam o'rtoqlar, berkin machog'imizni natijalari mana shu 3 ta g'olib va mana bu yerda 5 ta mag'lublar. Lekin sizlar o'ylashingiz mumkin, endi finalga atga 3 ta odam chiqadimi deb. Yo'q. Qanaqa final o'rtoqlar, videomiz endi qizyapti. Sizlar qaranglar, berkin machog' yutgan 3 ta ishtirokchilar. Va sizlar bundan keyingi raundga o'zingizlar bilan atiga bittagina ishtirokchi olib ketishingiz mumkin. Har bittamiz bittadan. Har bittadan odam tanlaysizlar. Bilmayman, endi kim o'zlari yaqinni olasizlar, kim yo'q. Qolgan ikkita ishtirokchi mana shu raundda parkdan chiqib ketadi. Hozir o'z tanlaysizlarmi yoki o'ylab olasizlarmi? Ozgina o'ylang. Qiziq bo'ladi. Kim bechoralik so'qsa? Qanaqa qilib? Intrigaga nima bor? Shart talash kerak, chiqarish kerak bo'ldi. Bitta gap aytay, bu tegalar meni endi qanchalik yaqin ko'radi bilmayman, lekin meni tanlashmaydi 100%. Meni hech kim tanlamasa kerak. Va o'rtoqlar, vaqt bo'ldi. O'ylab bo'ldik va endi biz bir chetdan ishtirokchilarni tanlaymiz. Birinchi bo'lib Street Test. MCD'ni tanlang. Bozorchi mayli. Вообще kutmadik lekin bor. Keling. Dilmurod sizlar deb yozinglar tez kommentariyaga. Sotmoqchi bo'lgan bo'lsa ham men qutqarib qoldim. Boya eshitib o'tirdim hammasini. Lekin sotmadim. Va ana endi bo'lsam ikkinchi yutgan ishtirokchi, ya'ni Shohruh Esi kimni qutqaradi? Xo'p, men Umar Beyni qutqaraman. Ha? Kutilmagan. Keling, Muratim. 60. 100 talik chiqib ketdim deb o'yladim. Rahmat. Boshida aytdim-ku men ketaman. Qarang, hozir bular sizni tashkil qildilar. Endi siz buni tashkil qilarsiz endi keyingi raundlarda. Yo'q. Va ana endi bo'lmasam eng oxirgi yutgan ishtirokchimiz, ya'ni Gambit aka kimni qutqaradilar? 3 ta ishtirokchi qoldi. Oxirgi bo'lib keyingi raund o'tadigan ishtirokchi bu. Saramaloy. Menga kuchli odamlar kerak. Men haqiqiy jang bo'lishini xohlayapman. Va Mamet yutqizgan odamni qaranglar. Nima bo'ldi? Men yutaman deb o'yladim. Lekin Menda banan bor. Aslida birinchi raundda Bilmayman, qoldim. What the fuck? Oh! Ne brat, topmadim. agarda buni yemagunigacha o'xshab ketmaydi. Kimdir olib qo'yib qo'ysa bo'ladi. Shoshmanglar. Shunda biz keyingi bosqichga 6 ta emas, 7 ta o'tdi. Va men afsusinki, mana ikkinchi obunachim ham o'sha ikkinchi raund o'zlashib ketyapti. Da, обидно endi bo'pti. No, hammanglar sizga rahmat 5. Prosta obuna bo'linglar, like bosinglar. Ana endi bo'lsam, men bolalarni to'laylik. Nima bo'pti? Mana bu chiqib ketadimi deb men buni tanlamadim. Buni banana bor ekan. Men bilmadim qachon olganini buni. No, mayli, babi keyingi safar teginga suv qo'yaman sen 7ni, o'y. Hammalar o'rtoqlar, bo'lmasam yana bir challengeimiz tugadi va 1 soatdan keyin yana bitta bundan qiyinroq topshiriq bo'ladi. Ungacha biz xohlaganini qilinglar. Lekin agarda kimdir parkdan chiqib ketsa, riski challenge qilaveramiz. Oo, mamtan hozir uchamiz ha. Bombalarligini qaranglar bu yerda. Bunaqa naygirishni o'z. Nima что это, блядь? Tushmas ekan bu. Uy. Mashina qurib olsa o'yin tugaydi. Da, brat, biz yutamiz. Mana. Xullas do'stlar, hosilar bilan birga tushamiz. Ketdi do'stlar. Hammaga rahmat, video tugan. Menga qara, mazgila. Agar like bosmagan bo'lsang, like ga kalla, podpiskaga sipachishga qo'yib, omonxonni kimlar qilib qo'yinglar. Ishoning xato qilmas buning uchun. Ha, bo'ldi. Ha, ketdi. Va shunaqa qilib bolalar 1 soat vaqtini o'yin kulgi bilan o'tkazib olishdi.
Skypark bu vaqtlarni yaxshi kayfiyatda o'tkazish uchun eng zo'r joylardan biri. Chunki mana shu videoda ko'rib turganingizdek, bu park juda katta, har xil ko'ngilochar joylari bilan. Va o'rtoqlarim, men hozir sizlarga Skypark tomonidan sovg'a bor, shuni aytmoqchiman. Va u ham bo'lsa nima? Ya'ni bizga Skypark tomonidan ikkita voucher berildi. Bu voucher agarda qaysi obunachi qo'lga kiritsa, u Skyparkga xohlagan kelsa, qo'lli mazaxat tekinga mana shu pakni mazza qilib aylanishi mumkin. Va men bu voucherlarni esa eng ko'p like yig'gan ikkita komment sohibiga beraman. Давайте, shu uchun komment yozib tashlang. Mabodo sizlarning kommentlarga like yig'masdan omadinglar kelmay qolsa ham xafa bo'lish kerak emas. Bilasizlarki, yaqin maktablar boshlanyapti va maktablar boshlangandan keyin hamma sinfdoshlar birlashib Skyparkga kelsanglar va agarda sizlar 10 ta va 10 tadan ko'p bo'lsanglar, sizlar mana promokodim ishlatganingiz uchun 30% skidka olasizlar. Ya'ni bu promokod Sky 30. Albatta, kelinglar va Sky 30 promokodini ishlatib 30% chegirmani qo'lga kiritinglar. Ishonaveringlar, bu ancha pullarni tejaydi. Xo'sh, shunaqa gaplar Skyparkga rahmat va endi bo'lmasa biz yana qonli challenge'imizga qaytamiz. Va endi bo'lmasa navbat 3-shartga va bu shartimizning nomi Legolar. Va hozir hamma o'zini bittagina Legodan boshlanib quriladigan o'zining katta imoratini quradi va qurib bo'lganligidan keyin esa oranglardan ikkita ishtirokchi chiqib ketadi. Lekin yana eng muhim tarafi shundaki, kimni qurayotgan imorati, qurayotgan jarayonida qulab ketsa, bu inson shu joy o'zida parkdan chiqib ketib, challenge'dan chetlatiladi. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lib quringlar. Faqat tushib ketsa yutqizadimi, ya'ni og'zida ikkita davosi. Hech kimga tushib ketmasachi. Uni oxirida hal qilamiz. Voy bil. U baland bo'lishi kerakmi, bu kerak emasmi? Xohlaganinglar, bu sizlarning imoratinglar. Hamma qoidadan tushundi, prosta quringlar va o'yin oxirida nimaligini bilib olasizlar. Va sizlar qurishingizga rovna 3 minut vaqt. Vaqt ketdi. Qarang, meniki siz o'rningiz. Yo'q. Toshdami? Biz bilmaymiz. Menga indamay ishonch yo'q-da. O'rtoqlar, nima bo'layotgan bilmayman, lekin men quraman. Qaranglar, meni qurish stilim taka xitoycha, niyabishlik qulamaydigan bino. Otsam ham o'yin buzilmaydimi? Hozir ag'darib olsam chiqadi kimdir o'yindan. Qalloblik bo'ladi-da. Halol bo'laylik, jigarlar halol. Kommentariyaga halol so'zini qoldiring. Xullas do'stlar, bizni tekiga mana qalinidan qo'yib oldik. O'shanda ushlamasak ham bo'ladi. Boshqa chora ideya o'ylab topish kerak. Yiqilib tushmasligi uchun. Qarang, Gambit hozir qilyapti-da, man tarafga qarab ketib qolyapti. Ko'tingizni qiling. Buni tepasi qani? Bu tom ekan. Oxirida qo'yiladigan bu tom. Xullas Omonxon baland chiqib ketadim, past chiqib ketadim etmadi. O'shaning uchun men eng balanddan qilmayman, eng pastdan qilmayman. O'rtancha qilaman, o'shanda chiqib ketmayman. Ha. Men tushunmayman nima qurishi bor, nima bo'ladi? Bunga chiqamizmi, yo'qmi? Gambitga qo'laydi yoki men qo'layman. Bir o'zingizga o'xshagan sovuq bilasizmi? Akalar, rovna 1 minut qoldi. Давайте. Akalar, Lego o'ynab o'tiribdi. Yo, ma'mi, bozorchi bo'lan qaranglar. Nima bu? Bu yangi bozor. Yo, bundoq chetsam hammasi xulitda. Oka, men tegmayman, lekin tegishim ham shart emas bunga. Tushib ketadiganga o'xshyapti. Va bolalar bir-birlariga hazillar qilib, topshiriq oxirida nima bo'lishini bilmasdan Legolarni qurishdi. Akalar, rovna 10 sekund. 1, 2, 9, 10. Shu hamma qolsin va hamma sanasini Legosini. Sanash kerakmi? Sanasi nechta ketganini. Va bolalar o'zlari qurgan Lego binosini sanab chiqishdi. Va ana endi birin-ketin kimniki nechtadan yetasizlar? Sarimol sizniki. 17 ta. Sizniki. 18 ta. Sizniki. 20 ta. Oy. Sizniki. 12 ta. Hop. 18 ta. Hop. Sizniki. 17 ta. 17 ta. 18 ta. Va ana endi bo'lmasam, bu challenge'imizni eng qiziq joyiga o'tamiz. Va bu ham bo'lsa, bizda hozir eng baland qurgan va eng kichkina qurgan chiqib ketishi kerak edi. Lekin hozir bizda eng baland qurgan odam aniq, 20 ta. Bu ham bo'lsa Gambit aka. Eng kichkina qurganlar esa 3 ta. Va bular bo'lsa Sara Maloy, Strojbekov va Umarbey. Men shunaqa bo'ladi deb o'ylagandim va shuning uchun boshqalarga qarab o'rtasida ushladim balansni. Men ham shunaqa deb o'yladim, lekin bitta adashimdan bo'ldi. Xo'sh, Gambit aka, men afsuski siz chiqqaningiz aniq. Obunachilik oxirgi so'zingiz nima? Mazgiylar ko'rishamiz. Like pachishga kalla qo'yasizlar, Omonxonni 2 million qilasizlar. Ana endi prosta Gambit aka barchasini yig'ib olamiz. Da. Men shuncha qurdim-ku buni. O'zi qaytdi shunaqa, ba'zida siz mehnat qilgan narsalar qadrsizlanib qoladi. Mana bu obunachining sonida hurmat. Gambitni o'pib qo'yamiz. Va ana endi bo'lmasam 3 ta qolgan ishtirokchi kelsin. O'rtoqlar, qo'limda 3 ta zubachiska va bittagina singan. Va sizlar qaramagan holda bitta tutalisizlar. Kimga singani tushsa, hozir chiqib ketadi. Oxirgi qolgan menniki. Menga farqi yo'q. Menga oxirgi qolgan menniki. O'rtani oldim. Va Sara Maloy ham oldi. Oxirgi menniki. Va oxirgi o'tanadigan cho'bu singan. Kuchli o'yinchi chiqib ketdi, kuchli o'yinchi. Men Umarbeyni qutqardim, lekin baribir Umarbey o'yindan chiqib ketdi. Umarbey qutqardi. Siz endi men Umarbeyni qutqara olmayman. Umarbey uzr. Umarbey, sizni biqirishingiz kerak edi. Yo, men shuni tanlab qo'yishim mumkin edi. Ancha sodi. Va Umarbey chiqib ketdi o'rtoqlar. Men o'zi o'yinga qaytarishda mana chiqib ketgan joyimdan, men ham adolatli o'yin qilib chiqib ketaman. Всё. Like bosinglar. Umarbeyga plyus berib, sizlar esa albatta buni qilganingiz uchun like bosing. Va demak bizda bu raundda Gambit bilan Umarbey chiqib ketdi. O'zim bilan birga bularni ham olib ketadi. Va bizda uchala raunddan keyin 5 ta ishtirokchi qoldi. Va buzur seni bo'ladi. Va yana
Mana hammaga 1 soat vaqt, xohlaganinglarni qilinglar. Lekin to'g'risidan o'sha hamma ish qilib bo'ldik. Menimcha просто lalveraqa vaqt o'tkazamiz. Ajoyib bo'ldi bu. Men bilardim oldindan uni bo'lishini. Men o'ylagan strategiya ishladi va biz g'olib bo'ldik. O'rtoqlar, biza vaqt o'tkazish uchun rekordni boshqatdan yengil olamiz. O'rtoqlar, tepaga tekqizish niyatimiz bor. 3 metr bo'ldi, Umid. Buni qarang, necha etaj bo'lib ketdi. Sekin. Suba, bratim. Suba, bratik. Maqsud sila deb yozib olinglar kommentga. O'limimiz o'limgacha, Oybek, o'limgacha. Va o'rtoqlar, ko'rib turibsizlar, minoni qurishyapti. Avanisini buzmoqchiman. Chunki qancha bilan kayfiyat buzilsa, shuncha tez chiqib ketadi. Ay, o'rtoqlar, mazza qolma. O'monni abjaqni chiqarib olganimni Telegram kanaliga qo'yamiz. Xavotir olmang o'rtoqlar, omon osoncha taslim bo'lmaydi. Oybekka xafa bo'ldingizmi? Sasoq. Demak xafa bo'lmabdilar. Biz aylanmasdan suv quyishga keldik. Suv ichiramiz. Dam olamiz. Bu suv nomi? Bu rostdan ham zo'r suv. Suv olinglar. Короче, hozir menda o'yin topib oldik. Menda o'yinchi mashina yasash kerak-da, menda o'tish kerak. Kimki o'tsa, anta yashil yonadi. Короче, hozir qilib ko'rolmayman. Sizga istak yugurib o'tadi. Alloh, bizani sizga taklifimiz bor, strategiyasi bilan bilgan. Xo'sh, kelinglar-chi. Bizga hozir o'yin sekretlarini beradigan bo'lsangiz, ikkalamizdan bittamiz yutsak, 500 mingni sizga bera olamiz. Siz qarang, shuncha odamni chaqirib, shuncha kiyimni tiktirib, shuncha pris qo'yib, mana shu joyda arenda qilgan odamga 500 ming so'm qiziqdi bo'laysizmi? Lekin rasmanga nima qiziq? Nima? Mani ko'rib turganlar like bosib obuna bo'lishi. Chunki shuncha mehnat ko'rib tursiz o'rtoqlar. Mani salkam 70% odam obuna bo'lmasdan ko'ryapti. O'rtoqlar, mani ko'p odam ko'ryapti. Lekin obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar hozircha ko'p. Davlat o'rtoqlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Hamon kerak bo'lsa keyingi safar 50 ta blogerga qarshi 50 ta obunachilarni qarama-qarshi qo'yib, ularni jangini uyushtiraman. Sizlarga shunaqa mo'shni video kerakmi? Davlat qilaylik va u videoda odamlar 10 million so'm uchun ko'rishadi. 10 million. Tez hozir. Tez, rostdan. Obunani bosib tashlanglar. Bu videoni men ko'rgim kelyapti. Va endi bo'lsa nimadir vaqt o'tkazamiz. Короче, bolalar o'zini fizически qiynab, naryoqda nimadirlar qilib yotishibdi. Kech bo'lganda o'zi kuni bo'yi charchaganda yana tiltirlab yotibdi-da. A biza donnoziki. Da, chertishdan. Don ziki. Don ziki. Don ziki. Voy, Don ziki. Va albatta like bosinglar. Mana ham xuddi shu yerda ishtirokchi bo'lgim kelyapti-yu, lekin meni ishim bularni qiynash. Shuning uchun hozir juda qattiq qiynayman. Ungacha esa bular ozgina kayfiyat ko'tarib olsin. Qo'sh. O'rtoqlar, Odam podamasdilar. vaqtni juda zo'rat qilishyapti. Bratim, mazza qilishyaptilar. Biz esa bu paytda Saramalı bilan basketbol challenge qilamiz. Qarang, 3 marta otamiz. Kim ko'p shot urishdi? bo'ldi. Yutqizgan inson men aytgan odam oldiga borib, men aytgan shartni bajaradi. Bo'ldi. Agar siz aytsanglar, men ham shart bajaraman. Davay. Birinchi bo'lib o'zim otaman. Men shartimni bildim o'zi. Birinchi bo'lib ketma-ket 3 marta otaman. Birinchisi. Yo'q, ikkinchisi. Yes. Va endi uchinchisi. Mana. Da. Hozir men ikkita tushirsam yutaman, chunki Amon ham bitta tushirdi. Birinchisi. O'sha bitta bor. Men o'sha shart bajarishga tayyorman. O'sha yutqizdim, mayli, lekin ham totib qo'ying. Keling oyada tushiraman, okey? Ay. Saramalı. Men yutqizsam, choy yutqizaman. Men ana endi hech kim eshitmasin, topshiriq o'zing. Men eshitdim, hozir Omonxon balandlikdan qo'rqar ekan, ana uchasi. Yavra. Davay, okey, davay. Yo'q. O'rtoqlar, men qo'rqaman to'g'risi. Saramalı, qalam kech emas, boshqa. Yo'q. Bu orqaga yo'l yo'q, okey? O'rtoqlar, men qo'rqib ketaman. Saramalı. Men sizni avashimizni qiynayman, ataylar, meni qiynaganingiz uchun. Bo'ldi lekin, ey. Va albatta o'rtoqlarim, like bosinglar, obuna bo'linglar. Va o'rtoqlarim ko'rib turganinglardek, Omon o'zi ekstremal shaxs va u 1 soat o'tdi. Ana endi bo'lmasam yana bir topshiriq va qaysidir ishtirokchi hozir bizdan chiqib ketadi. Va ana endi bo'lmasam 4-topshiriqqa va bu uchun bolalarning qo'lida Assalomu alaykum. Mujikman. Xullas, ko'rib turganinglardek, har bitta ishtirokchining qo'lida qog'ozlar va flomaster bor. Va 3-raundda biz hozir kim men deb fikrlasa yutadi challenge olamiz. Ya'ni men hozir savol beraman va ham o'zining variantini yozadi. Va kimning varianti meni variantim bilan o'xshash bo'lsa, o'sha 1 balldan oladi. Va challenge oxirida kim kam ball yig'sa, o'sha parkdan chiqib, katta challengeimizdan chiqib ketadi. Umumiy 5 ta savol va ball yig'inglar. Hamma tayyormi? Tayyormiz. Bo'lmasam birinchi savol. Dunyodagi futbol tarixidagi eng zo'r futbolist kim? Hamma variantini yozsin. Kim? Men bilmayman futbolni, men tushunmayman. Hamma yozib bo'ldimi? Ha. Ana endi hamma javoblarni ko'rsatsin. Messi.
Pele. Ana endi shunda Saramovoda Messi, Pele, Husanov, O'zbeksizlar. Messi, Pele va hozir Messi deb yozganlar bir ballni qo'lga kiritdi. Va bular Saramovoy va Surojbekov. Va ayni bo'lsa ikkinchi raund qaysi rang sizlarga yoqadi? Xohlagan ranglarni yozinglar. Sariq. Pushti desam. Nima yozdi ekan? Pushti deb yozdi. Men yozdim. Hamma yozib bo'ldimi? Ha. Valentinani ko'rsasizlar. Boshida Saramovoyda ko'k, qora, sariq, qizil, ko'k. Amman esa oq deb yozgandim. Demak, hech kimga ball yo'q. Men o'yladim kiyimimiz ko'k bo'lgani uchun mo'sh ko'k yoqadi. Va endi bo'lmasam uchinchi savol. O'zbekistondagi Lyuboy bitta viloyat ismini yozinglar. Viloyat, shahar Lyuboy. Masalan, 12 ta viloyat bor-ku, 12 ta viloyat va Qoraqalpog'iston, to'g'rimi? 70-75. Ketdi, yozamiz. Ko'chirma, endi ko'chirasiz. Ko'chirsin nima? Yozib bo'lingizmi? Nima farqi bor? Hamma yozib bo'ldimi? Ha. Hamma o'zining variantini ko'rsatsin bo'lmasa. Oh! Oh! 70-75. Oh, mana buni qara. Oh. Kimmi? Menga Jangmeni yoz qo'ymoqchiman tepasiga. Sizda shuni kim? Surqash qarochi 75. Demak, sizga Surxondaryo. 75 Surxondaryo. Qashqadaryoda. Demak, Sarimovoyga Qashqadaryo, sizga Buxoro. Buxoro, sizga Qashqadaryo. Qashqadaryo, sizga Xorazm, Surxondaryo. Surxondaryo. Va meni javobim Andijon edi. Va shunda yana hech kim ball olmadi. O'rtoqlar, yana ikkita raund qoldi. Hozircha faqatgina Sarimovoy bilan Surojbekovda ball bor. Ana endi esa ko'pchilik ball olishi mumkin va bu ham bo'lsa, shular osonroq bo'lishi uchun endi qaysi birini tanlaysizlar? Obuna bo'lish yoki like bosish? Obuna. Ya buni yozinglar, men bilmayman. O'zinglar bilasizlar. Mana men o'zim bersam yozaman. Hamma yozib bo'ldimi? Ha. Ana endi hamma o'z versiyasini ko'rsatsin. Obuna bo'lish. Obuna bo'l. Obuna. Va bu to'g'ri javob, obuna. Va xushmet sizlar ham obuna bo'linglar, chunki men 2 million bo'lishga qarab ketaman. Va hozir hamma bir ballni oldi. Hamma bir balldan, sizlar ikkilikda 2 balldan ekan. Va ana endi o'zi oxirgi savol, hamma xohlagan mashinasini yozsin. Hamma yordam bo'lish uchun jam mashinalari. Jem mashinalari? Da. Jem boshlari va jidan boshlari. Voy da. Oy, uchgan sindirdim. Men yozib bo'ldim. 5 ishtirokchidan oxirgi javob ko'rmoqchiman va hamma javobni ko'rishga tayyormi? Bo'lmasa ko'rsatamiz, davay. Maluba, Gentra, Taxo, Cobalt, Gentra. Lekin nimaga buncha omadsizlar? Meni javobim Hadavoydan. Endi Spark nima deganlar, o'zi skrum odamlar. Bir kommentga Spark nima deganlar bo'lsa agar plyus yozib qoldiringlar. Spark legendami yoki Gentrami o'rtoqlar? Kommentariyada o'zlarini olinglar. Bu esa biz hozir mag'lubni aniqlamadik. Va shuning uchun ham ikkita yutgan inson o'sha chiqursin. Keyingi challenjdasizlar. Va endi bo'lmasam, o'rtoqlar, hozir mana shu o'zi bitta odam chiqarib olishimiz kerak. Shuning uchun ham svetoforni 3 ta rangi bor. Va sizlar ham 3 tasizlar. Hamma o'zi bitta rangni tanlab kelishib olib, bitta yozasizlar va men sizlar kelishuvlar eshitmay yo'qoldi bitta rang yozaman. Kim o'sha rangni yozgan bo'lsa, o'sha ishtirokchi minus ball olib chiqib ketadi. Voy. Kelishib olinglar, qaysi rang yozishni. Siz nima olasiz? Yashil. Bu tavakkal qizil. Men sariq qoldim. Mani javobim bo'lishi tayyor va men o'zgartira olmayman. Sizlar hamma yozib bo'ldinglarmi shu? Hammamiz biza yozib bo'ldik-da. Va ana endi hamma javobini ko'rsatsin. Yashil. Qizil. Sariq. Shunda sizniki qizil. Ha? Ay. Sariq. Ay. Yashil. Mani javobim bo'lsa yashil. Da, chestni bo'ldi, ya'ni yashilni o'zim tanladim. Nasib qilmagan ekan, yutish. Shuning uchun hozir sizlar shundoq pastga tushib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, chunki Omonxon tezroq 2 million bo'lish kerak. Abdushi bratam. Zo'r podachka qilib berdingiz. Ana endi bo'lsa 4 ta ishtirokchi qoldi va buni bilan biz yana davom etamiz. Lekin bitta raunddagi final bo'ladi. Agarda qolsanglar hozir o'sha raund qo'yamiz. Yoki yana nimadir qilmoqchimisiz yana 1 soat. Yana bitta challenge tarafdorimiz, sababi 1 soat hamma narsani ko'rib bo'ldik, o'ynab bo'ldik. Energiya qolmadi o'sha, energiya qolmadi. Hamma o'rtoqlar, yarim kechasi bollar ham o'chib qolgan. Shuning uchun mayli 1 soat kutmasdan yana rovni 10 minutdan keyin yana bir eksperiment tushadi. Va shu orqali bizdan ikkita ishtirokchi chiqib ketib, ikkitasi finalga chiqadi. Tayyor turinglar bollar. Davay. Kim chiqib ketishini bilmadim-ku, lekin kim chiqib ketishini bilmayman. Bu endi bo'lmasam navbat polfinalga, ya'ni hozir biz finalni aniqlaymiz. Ko'chpayt ko'pchilik qanaqasiga deb olishi mumkin. Lekin men hozir bu challengedan o'sha o'tkazib ketgan odamlarni chaqirdim va bularning qo'lida hammasi qog'oz turibdi. Va bular hozir qo'ldagi qog'ozga mana shu ishtirokchilardan ikkitasining ismini yozadi va o'sha ikkita inson finalga chiqadi. Agarda kim ismi yozilmagan bo'lsa, ular finalga chiqmaydi. Ya'ni hozir ko'ramiz, qani kimning ismini ko'proq yozishar ekan. Sizlarga rovna 1 minut vaqt bitta flomasteri bo'lib yozib ko'tarasiz. Birinchi bo'lib siz yozasiz. Oxirida ko'rsatishimiz. Hopman Sadamalloyga ovoz beraman birinchi bo'lib. Birinchi odam Sadamalloy sababi sevgiligida turadilar. Mana uyga olib ketadilar.
Ikkinchi odam bu Staditesga beraman. Chunki Sidochi banani bor edi. Hozir Staditesga o'z beraman. Ana, xafa bo'lish yo'q. Ular yozayotgan paytda sarim oling. Siz hozir finalda bo'lasizmi, nima bo'lasiz? Bosam kerak, chunki ko'plarni taniyman bu yerga. Men o'ylayman finalga chiqaman. Xo'p, do'stlar, men Sirojbekov ismini yozaman. Sababi men Siroj yutishini xohlayman bugun. Хотя бы shu videoda yutsin. Shuning uchun men Siroj ismini yozaman birinchi. Xo'p, ikkinchi yozadigan odamim bu Saramaloy bo'ladi. Ha, rasmga ko'rib ketyapsiz. Oybek aka, Xushbek siz nima deysiz? Siz finalda bo'lasizmi yo'qmi? Menimcha yo'q. Bizani chiqarishmaydi ular. Bizani chiqarishmaydi ular. Qisqa qilib aytaman, hozir Sirojbekov aka bilan Saramaloyni tanlayman, chunki ko'zga tashlanadigan uchasliklar realni ko'p harakat qilishdilar va shu ko'zga tashlandi, shuning uchun vыбоrimni qilib oldim. Sirojbekov, siz nima deb o'ylaysiz? Eng omadsiz insonlardan biri bo'ldigilardan nima deb o'ylaydi bu? Sirojbek, Ko'p o'ylab olmadim kelmagan. Bugun omadim kelar, bugun yutarman mo'sh. buni hozir ko'ramiz. Yer dumaloq-ku. Odamga shunaqa zor qilib qo'yishar ekan. Qarang, chiqib ketganimda ustimdan kulyotdingiz, jigarim. Uni ijod qilib Dilmurodga. Kulish xato bo'ldi lekin, tan olaman. Siz kuluvmidingiz? So'zim? Marhamaylar, ana nima bo'lsam tezroq ovoz berib bo'lishgandan keyin natijalarni e'lon qilamiz. Birinchi bo'lib yozadigan odamim, biz hammamiz biladigan luzerimiz bor. Hamma o'yinda birinchi bo'lishga harakat qiladi, lekin yutolmaydi. Bu Sirojbekov. Sirojbekov yozamiz. Ikkinchi odam, samimiylik jihatdan baholayman, bozorchi bola. Va oxirgi ishtirokchi Street Test, shu qachon keldingiz? Agarda bo'lasiz tanlasa, siz finalda bo'lasiz. Nima deysiz? Finalda bo'lasizmi yo'qmi? Men bu bolalarga ishonaman. Men aka-ukadek bo'lib ketganmiz bular bilan. Hop, mazgili. Ularning hayoti mana shu markerimning qo'lida turibdi. O'ylayapman. Yomon o'ylayapti lekin. Kim finaliga chiqsa, kim chiqa qolsin? Va ana endi bo'lmasam hamma chiqib ketgan ishtirokchilar ovoz berib bo'lishdi. Qo'limda ovoz bergan qog'ozlar. Va ana endi birin-ketin o'qib beraman. Birinchi ovoz Sirojbekov. Ikkinchisi bozorchi bola. Ikkinchi qog'ozga o'tamiz. Birinchi ovoz Sirojbekov. Ikkinchisi Saramaloy. Keyingi qog'ozga o'tamiz. Birinchi ovoz Sirojbekov. Ikkinchi ovoz Saramaloy. Keyingi qog'ozga o'tamiz. Birinchi ovoz Saramaloy. Keyingi ovoz Street Test. Va eng oxirgi qog'oz birinchi ovoz Dilmurod. Ikkinchi qog'oz Saramaloy. Va shunda umumiy ovoz yig'ish natijasi orqali finalistlarimiz ikkita. Bular Saramaloy va Sirojbekov. Aslida esa polfinalda qoldinglar. Bitta emotsiyalar bo'lishsanglar. Emotsiyam yo'q meni. Ishonuvdim bilan aytsam. Yo'q, yaxshi cho'tkanmiz. Ta'sani aytib qo'yaylik. Hali bizga ham kanalimizda shunaqa video qilishimiz bor. Ular hammasini biz eslab qoldik. Shunaqa narsa qilamiz, eslab qolasizlar hammanglar. Bizani chaqirmasangiz kerak, Siroj bilan kelamiz. Ana o'zi kelmaysiz. Va ana endi bo'lmasa o'rtoqlar, navbat finalga. Va endi bo'lmasa o'rtoqlar, navbat finalli challenge-ga. Bitta o'zim mazza qolmam. Va bu challenge ko'rib turganinglarda, mana shu katta Olimpga chiqish kerak. Birinchi bo'lib kim tepaga chiqib o'sha knopka bor. Knopkani bosib pastga tushsa o'sha yutadi. Yoki-da kim balandroq chiqsa o'sha yutadi. Hamma qoidadan tushundingmi? Qarang, knopkani bosgan odam yutadimi yo tushish ham kerakmi? Knopkani bosib tushish kerak. Omadga taqaladigan shart bo'lganda Sirojga beraverardim. Uni kuchli ekan, o'shaning uchun yutishga harakat qilaman. Men bu narsada chiqish qiyin dedim, lekin men yoshligimda orqonga tortinganman, eploliyman. Eng qizig'i bu tortsa yerga ketar ekan. Va o'rtoqlar, bular tepaga chiqib tushish uchun rovna 3 minut beraman. 3, 2, 1, vaqt ket. Bosinglar. Saramaloy, davay. Men vashti qaramayman pastga borib. O'rtoqlar hozircha Sirojbekov ketyapti. A bizni vaqt ham ketyapti. Oy, super final! Siroj tepalashga ketyapti. Saramaloy harakat qiling. O'rtoqlar Sirojbekov. Bosib! Всё, tushinglar Sirojbekov. Sirojbekov o'sha knopkani bosdi va ana endi pastga tushib qaytsa bo'ldi. Va o'rtoqlar, Saramaloy knopkani bosmasdan tushotdilar. Sirojbekov esa bosib. O'rtoqlar, menimcha bugun Sirojbekov uchun tarix yoziladi. Lekin Saramaloy ham taslim olmoqchi emas. Oy, mana Saramaloy o'sha yerga tushdilar. Men yutdim. Muqoma pastga tushishdi bo'ldi. Oy, Sirojbekov! Va demak o'rtoqlar, parkdan kim oxirgi bo'lib chiqsa yutadi challenge-ni. Birinchi qismining g'olibi Sirojbekov! Meni g'oyat Sirojam odamga o'xshab qaysidir ko'rsatuvda yutar ekan. Prikiydi. Omonxon, men bitta narsa aytmoqchiman. Men futbolni yaxshi ko'raman. O'shaning uchun Sara uchun hurmat uchun futbolga albatta investitsiya kerak. Men investitsiyamni qilaman 1 million so'm Saraga. Yo, bu mumkinmi shunaqa qilish? G'olib o'zi xohlasa sizga bersin. Yo, давайте. Agar menda pobeda bo'lsa, men bo'laman bo'ldi. Demak, общий 50 bo'ldi va shunda challenge'imizda g'olib Sirojbekov, lekin umumiy g'oliblik ikkita bo'ldi. Lekin Sirojbekovni birinchi marta g'alaba bilan tabriklab qo'yamiz. Endi like bosmasanglar, bilmadim. Men nima omadliman, chunki Ronaldoning nomeridaman. Va o'rtoqlarim, ko'rib turganinglardek, challenge'imizda g'olib aniqladik. Va albatta shuncha mehnatimiz uchun albatta like bosib qo'yinglar. Va albatta Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'ling. Chunki men tezroq 2 million bo'lishim kerak. Va obuna bo'lmaganlar obuna bo'lsa, biz
ertak bo'lamiz. Shuning uchun obuna bo'ling va keyingi videoda ko'rishguncha ciao. Va nihoyat yana bir qiziq video chiqdi. Va shu bilan video o'z yakuniga yetdi. Va mana bu videoni YouTube soniga tavsiya qotdi. Albatta o'tib ko'ringlar.